Bulturgi aytda bir pishirgan oldimizdagi etning tex vaqti kelmagan bo'lsin sizlarga bahrlab qo'ygim keldi tuqqanlar. Bir qarashda odamning yegisini keltiradigan ajoyib yeyishlik hamchirik. Kulgunchak pralligimizni pishirish uchun ikki xil xamir yo'g'iramiz. Filmni oxirigacha ko'rsanglar sizlar cho'qim shunday o'qishda olasizlar. Oilda pishirgan o'lchamni deb beray. Chiktal tuxumning ustiga 100 gram oq shakar, 2 gram potafin, 50 gram suv mayni qo'yib, suv qo'ymaylar tekshi aralashtirayotgandan keyin 300 gram odatdagi unni selib xamir yo'g'irib olamiz. Yurak yıldızlarını verip saxlayılışını unutib qolmanglar tuqqanlar, bo'lmasa istiganda men topolmay qolasizlar. Xamirni 10 minut tindirib qo'yib, yana bir xil xamir tayyorlaymiz. 150 gram un qo'yib, ustiga bir tal tuxumni chiqib, 30 gram ilma suv qo'yib, xamirni yo'g'irib olamiz. O'xshash tindirib olgandan keyin ikki xil xamirimizni ayrim-ayrim kesib, yumaloq qilib, yana ozroq tindirib olamiz. Filmni ko'rgan odam bekchiq, lekin qo'llash bek oz bo'lib qolyapti. Tuqqanlar meni qo'llab yurak gullanchiqroq yo'llab qo'yishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Oq xamirimizni yeyib, xamirimizni ustiga qo'yib, manta tukkandek tugib, tig' bilan ko'paytish shaklida kesayotimiz. Mening ishlatganim yanala hech qanday ximiylik tarkiblar qo'shilmagan, ta'mi tabiiy, xushbiroq, quvvatli, barakatli Al-Nurining tunch siqim qazirmayi. Mayni 70 gradusda qizitib olib, bir-birlab selib pishiramiz. Intayi yeyishlik bekchirik pishibdi. Qani islam qo'l selib oil tayyorlab yaqinlar tuqqanlar. Har xil pishiriq taomlarni o'rgangiz bar tuqqanlar meni qo'shib olishni unutib qolmanglar.